أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Bugungi darsimizda inshaalloh telefon xavfsizligiga oid bir qancha tavsiyalar beramiz. Bugungi kunda telefon va internet bizda hayotimizning ajralmas bir qismiga aylanib qolgan. Ularni to'g'ri ishlatmasak, shaxsiy ma'lumotlarimiz xavf ostida qolib ketadi. Shuning uchun bugun telefon xavfsizligi, ijtimoiy tarmoq, VPN, brauzer, YouTube, Instagram, Telegram shular haqidagi xavfsizlik orasidagi muhim bir tavsiyalarda Baholi qudrat qo'limizdan kelgancha bilganimizcha aytishlikka harakat qilamiz biznillah. Avvalo, doim ta'kidlaganimizdek, biz musulmon insonlarmiz. Bizni qoidamiz bor. Biz hammani gapiga, har qanaqa gaplarga ishonib ketavermaymiz. Va dunyoni yahudiylar yoki Xitoy emas, Alloh subhanahu va taolo boshqaradi. Biz bunga iymon keltirganmiz. Shunday ekan, avvalo hamma narsani boshqarib turar ekan, hamma narsani ko'rib turar ekan, ular u seni qayerdaligingni, nima ish qilayotganingni u ikkilanib doimo bilib turadi degan gaplar bu noto'g'ri. Ularni o'tayam aqlli bir inson deb o'ylash noto'g'ri. Kofirlar nazariga gaplar. Ular ahmoq odamlar. Agar aqlli bo'lganda ular iymon keltirishgan bo'lardi. Biz hozir gaplashadigan va bundan keyin ham gaplashib boradigan xavfsizlikka nisbatdagi narsalar bu asos emas. Ya'ni buni qilsak yaxshi, qilmasak yomon degani emas. Qilishligimiz albatta lozim va lobit. Lekin biz bu ishimizga suyanmaymiz, Allohga suyanamiz. Avvalo qaysidir bir musulmon bilmaganidan bu narsalarni tushunmaganidan yoki g'aflatda qolib qolganidan Alloh taolo qadari bilan bo'ladi hamma narsa. Biz gapirilayotgan gaplar hammasi bir sabab bobidan bo'ladi. Xitoyda WeChat degan programma bor. Bu haqda to'liqroq bir ma'lumot istamoqchi bo'lganlar YouTube'ga yoki ChatGPT'ga yozsa chiqarib beradi. WeChat shunaqangiki butun Xitoyda ishlaydi. Instagram, Telegram hech narsa ishlamaydi Xitoyda, faqatgina WeChat va ochiq tarzda hech qanaqa yashirmagan holatda butun aholini kuzatib turadi. Algoritmlari bor, boshqalari bor. Butun aholini kuzatadi. Har bitta gap so'zini, ijtimoiy hayotini eshitib boradi. O'shunga ko'ra ularga ijtimoiy ball belgilaydi. Shuning uchun ham Xitoy fuqarolari WeChatni ilohiylashtirib yuborgan. WeChatdan qo'rqadi, WeChatga yaxshi ko'rinishga harakat qiladi. Misolda, biz shularga o'xshamasligimiz kerak. Biz ham shunaqa o'qimasligimiz kerak demoqchiman. Telefonda xavfsizlikdan qo'rqib, ertaga javobgarlikka tushib ketaman, unaqa bo'laman, bunaqa bo'laman deb dars eshitmasdan, ilm olmasdan yurishimiz bu mutlaqo va mutlaqo noto'g'ri narsa. Qo'ldan kelgancha xavfsizlik choralarini ko'ramiz, u yo'q Allohdan. Va man yattaqillaha yaj'al lahu makhraja. Alloh subhanahu va taolo aytgan, kim taqvo qilsa Alloh taolo albatta unga chiqish yo'lini ochib beradi. Biz gapirmoqchi bo'layotgan gaplar faqatgina sabab bobidan birodarlar. Shuni unutmasligimiz kerak. Endi albatta insonga savollar bu borasida tegishli ma'lumotlar kerakli bo'lishi tabiiy. Shuning uchun men sizga ChatGPTni doim tavsiya qilib boraman. Bu ChatGPT u ba'zilar aytganidek u sizni doimo kuzatib turadigan, sizni biladi, sizni umuman kimsiz, qayerdansiz, ismingiz nima, familiyangiz nima, otangiz kim, onangiz kim, hammasini bilib turadi. Bu noto'g'ri. ChatGPT ma'lumotlarni bazasi. Xuddi oldinlar Google'ga yozib nimanidir qidirardik. To'g'rimi? Xuddi shuni takomillangan va yaxshilangan versiyasi. Shuning uchun telefonda qanaqadir savollaringiz, muammolaringiz bormi? O'sha joyini screenshot qiling yoki bo'lmasam so'zingiz bilan foydala qiling yoki голосовой bilan foydala qiling, ovozli xabar bilan. Shunday qilib ChatGPTdan ma'lumotlar olsangiz bo'ladi. Foydalanishimiz kerak biz bu ma'lumotlardan. Ularning qurollarini o'zlariga qarshi ishlatishimiz kerak. Musulmon esa bunaqa narsaga hushyor bo'lish kerak. Hop, birinchi gaplashishimiz kerak bo'lgan narsa bu telefon xavfsizligi haqida. Telefonda men tavsiya beraman, shaxsan o'zim qo'llaydigan uslub haqida gaplashaman. Men shaxsan shaxsiy ma'lumotlarim, rasm, har xil fayllar, dokumentlarni Telegramda maxfiy kanal ochib olganman o'zimga, guruh ochib olganman to'g'rirog'i. Maxfiy guruh poyezddan boshqa yerdan chiqib kelmaydi. Uzatilishini bekitib qo'yganman peristratini va o'sha Telegram guruhimni maxfiy havolasini bitta qog'oz yozib qo'yganman-da va bitta o'zim ishongan va bilgan va xavfsiz joyda bo'lgan tanishimga jo'natib qo'yganman. Birodar, shu silka sizda omonat tursin. Men qaysidir vaqt so'rayman. Bunda muhim narsalarim bor. Shu yerda turib tursin deb qo'yganman. Kerakli paytda yoki masalan Telegramim o'chib ketadimi yo telefonim yangilanadimi, qizig'i yo'q. U ma'lumotlarim turaveradi. Sizlarga ham shu usulni tavsiya qilaman. Provodnik bor-ku, mo'y fayl deydi yoki bo'lmasam fayllar. Shu mo'y faylda saqlanasi kerak ma'lumotlar. Mo'y fayllarda ma'lumotlarni saqlash xuddiki
kerakli va qadrli narsangizni storiesga olib qo'yishga o'xshaydi-da. Xohlagan odam kelib olib ketishi mumkin. Shuning uchun ham Mo'y faylda, provodnikda hech narsa saqlamang. Doimo tozalab turing bu faylni. Keyin Instagram, YouTube, Instagram emas u, YouTube, Google brauzerga har xil ma'lumotlar qidirsangiz, uni eng yaxshi varianti Google Email bor-ku. Google Email. Shu Google Emailni yangilab turing. Har oy yoki har hafta holatingizga qarab Google Emailingizni o'chirib, yangitdan Google Email oching. Shunda yaxshi bo'ladi. Eski ma'lumotlar spamga o'chib ketadi. Keyin eski Google Emailda shunchaki chiqib ketmang. Uni taktiga bilan o'chirib tashlang. Agar taktik bilan o'chirish qanday ekanligini bilmasangiz, YouTube'ga yozsangiz chiqarib beradi inshaalloh. YouTube'da bor bu haqida videolar. Shunaqa taktik bilan o'chirib oling Google Emailingizni. Keyin yangi Google Email ochib foydalanib ketavering. Shunda siz ma'lumotlar saqlanib, imkoniyat boshqa bo'lmaydi. Keyin YouTube'da inkognito rejimi bor. Bilgan biladi bu inkognito rejimi, ya'ni siz qidiruv tarixi chiqib kelmaydi. Masalan, qanaqa videolar ko'proq ko'rsangiz, shunaqa videolarni sizga YouTube taklif qiladi-yu, shunaqa qilmaydi inkognito rejimida. Lekin bu inkognito rejimi aslida insonlar men xavfsiz bo'lay, meni ma'lumotlarim o'g'irlanmasin, olinmasin deb inkognito rejimini yoqishadi, lekin aynan YouTube inkognito rejimi orqali insonlarni kuzatgan. Yaqinda o'tgan yili AQSh fuqarolari Google ustidan shikoyat qilishdi. Shikoyatining sababi inkognito rejimi orqali insonlarni kuzatishgan. Shuning uchun inkognito rejimini yopmaslik ma'qul. Xo'p. Google xavflimi, xavfsizmi? Google xavfli desa ham bo'ladi, xavfsiz desa ham bo'ladi. Ma'lumot qidirish uchun iloji yo'q Google'ga kiramiz. YouTube ham Google'ga qaraydi, Google ham Google'ga qaraydi, brauzer ham va boshqalar. Xo'p, Google bizning ma'lumotlarni asosan reklama biznesi uchun oladi. Nimaga uchun? Ya'ni siz nimaga qiziqasiz, nimani ko'ryapsiz, boshqa qilasiz, shuni tahlil qiladida sizga reklama chiqarib beradi. Tikuvchilikka qiziqgan ayollarga ko'proq shunga doir reklamalar, mashinaga qiziqgan insonga shunga doir reklamalar chiqarib beradi. Shuning uchun kuzatadi sizni. Lekin albatta bu ma'lumotlarni yomonlik maqsadlardan foydalanishlari mumkin. Bu narsani o'chirib qo'ysa bo'ladi. Buni ham YouTube'ga yozib qidirib chiqsangiz, inshaalloh topsangiz bo'ladi. Men hammasini YouTube'ga deb chiqyapman. Nimaga? Inshaalloh sekin-sekin o'zimiz ham qilamiz. Lekin hozir ayni vaqtda sizga o'sha funksiyalar kerak bo'lgan bo'lsa, bizni videomiz chiqishini kutib o'tirmasdan YouTube orqali qidirib topsangiz ham bo'laveradi demoqchiman. Biz musulmonlarga xos tarzda shuni qaytadan inshaalloh va xaloqat navbat qilamiz. Xo'p, keyingi gaplashadigan mavzuyimiz ilovalarning xavfsizligi. Telegram masalan. Telegramni plusdan hamma juda yaxshi biladi, buni sanash keragi yo'q. Telegramning minus tarafi haqida gaplashamiz. Telegramning minus tarafi, Telegramda rekomendatsiya yo'q. Bu bir tarafdan plus, bir tarafdan minus. Plus tarafi, ya'ni ijobiy tarafi, rekomendatsiyamiz yo'qligi uchun ham biz nimani ko'proq kuzatamiz tahlil qilish olmaydi. Masalan, YouTube'ga kirsa, kimdir, masalan, ichki ishlar xodimlari YouTube'imizga kirsa, biz tarixlarni o'tavergan bo'lsak ham, boshqa bo'lsa ham, lekin unda rekomendatsiya, ya'ni biz ko'proq ko'rgan narsani bizga taklif qilganligi sababli rekomendatsiyamizni ko'radi-da, biz nimalarga qiziqishimizni bilib olsa bo'ladi. Telegramda esa bunaqa narsa yo'q. Bu plus tarafi. Salbiy taraf bo'lsa, Telegramda tarqalish sekin. Illoki kanallar bir-biriga reklama qilmasa, boshqa qilmasa tarqamaydi. Lekin bir musulmon o'zi uchun darsiga yetib, iymonni oziqa olib, ilm olib yurmoqchi bo'lsa, Telegram yaxshi variant. WhatsAppga qaraganda. WhatsAppdan ko'ra Telegramning ustun tarafi nima deyilgan bo'lsa, WhatsApp Mark Zuckerberg degan odamga tegishli, o'zi yahudiy odami. WhatsApp ma'lumotlaringizni har qanaqa ichki ishlar xodimlari tegishli usullar orqali bemalol ola oladi sizning ma'lumotingizni. Kim bilan gaplashyapsiz, kim bilan yozishyapsiz, bemalol ma'lumotlaringizni ola oladi WhatsApp. To'g'ridan to'g'ri. WhatsAppni xodimlari bilan aloqa qilish shart emas. Telegram bo'lsa bu sohada juda ham yaxshi edi oldin, hozir emas. Ya'ni Telegram foydalanuvchilarning ma'lumotlarni hech kimga, hatto ichki ishlar xodimlariga ham umuman bermas edi. Lekin yaqinda Pavel Durov, Telegram asoschisi bilan Fransiyada bo'lgan mojarolar. Fransiya da'vo qildiki, xalqaro terrorizm tashkilotlari va Telegram orqali foydalanyapti. Telegram orqali har xil teraktlar uyushtirishga nima qilishyapti, tayyorgarlik ko'rishyapti deb Pavel Durovni sudga berdi, hatto qamab qo'ydi. Shundan keyin Pavel Durov aytdiki, bo'ldi, bundan buyog'iga sizlar kimnidir ma'lumotini so'rasanglar, biz sizlarga beramiz dedi. Lekin shu holatda ham baribir WhatsAppdan yaxshi. Nimaga? WhatsAppda kimdir sizni ma'lumotlaringizni olmoqchimi? U WhatsApp xodimlaridan so'rash shart emas. To'g'ridan to'g'ri sizni profilingiz buzib kira oladi. Lekin Telegram birorta ichki ishlar xodimlari sizni ma'lumotlaringizni bilmoqchimi?
illoki Telegram xodimlariga murojaat qiladi. Telegram xodimlari sizni profilingizni ochib beradi. Lekin siz qanaqadir xalqaro darajada katta jinoyat qilmadingiz yoki boshqa emasmisiz, unaqa tekshirib o'tirmaydi. To'g'risi. U minglagan, millionlagan insonlarning har bittasini profilini ochib tekshirib berish Telegramda ham vaqti yo'q, ichki ishlarda ham vaqti yo'q. Shuning uchun eng qulay variant hozirgi kunda bu Telegram bo'lib turibdi. Inshaalloh Ummalife musulmonlar ilovasi bu haqida video qilganmiz. Ummalife inshaalloh sekin-sekin rivojlanyapti. Alloh nasib qilsa, Ummalife yana ham rivojlanib, yana ham imkoniyatlar kengaysa, xavfsiz mutlaqo o'zimizga tegishli bo'lgan Ummalife'ga ko'chib o'tamiz. Alloh nasib qilsa inshaalloh. Instagramda plyuslar, minuslar haqida gapirmayman. Men uni uncha mutaxassis emasman. Bilgan bo'ladi Instagramda. Hop, keyingi gaplashishimiz kerak bo'lgan narsa bu Telegramda dindor birodarlar o'zaro guruhlar ochib olishi. O'zaro guruhlar ochmaslik kerak. Xos bo'ladimi, jamoat bilan farqi yo'q. Chunki guruh ochsangiz bir-biriga zanjir bo'lib qolasizlar. Tushunyapsizmi? Masalan, zanjirni bilamiz. Zanjirda har bitta halqasi alohida, to'g'rimi? Erkin temir. Lekin hammasi bir-biriga bog'langanligi uchun zanjirni uchini bitta tortsangiz, hammasi keladi. Xuddi shunday 5-10 ta dindor birodarlar bitta bo'lib olinsa, bittasi qo'lga tushib qolsa yoki boshqa narsa qilsa, nimadir qilib ichki ishlarga tushib qolsa, shu orqali hammasi ketadi. Shuning uchun xos guruhlar ochib foydalanmaylik. Hop, keyingi gaplashiladigan narsa VPN. VPN xavflimi, xavfsizmi? VPN agar pulli versiyasi bo'lsa va yaxshi, haqiqatan yaxshiligini 100% ishonganingiz VPN bo'lsa ishlating, foyda beradi. Lekin ishonchsizmi? Keyin ustiga ustak mana bu Play Marketda, App Store'da turgan tekin VPNlar bor-ku. Ular aksar holatlarda foydali emas. Insonlar meni IP manzilim, meni joylashgan o'rnim bunaqalarga ichki ishlar xodimlariga yetib bormasin deb VPNdan foydalanadi. Lekin aynan shu bepul VPNlar orqali insonlarni anaqalarini, IP manzillarini olishadi insonlar. Yo bo'lmasam VPN ilovalari orqali siz telefoningizga buzib kirishi ham mumkin. Ehtiyot bo'lish kerak. Shuning uchun VPNni ishlatayotganda juda ham hassos bo'lish talab qilinadi insondan. Inshaalloh buguncha gaplashgan mavzularimiz shular. Alloh nasib qilsa, qanaqadir savollar bo'lgan bo'lsa, murojaat qilinsa, inshaalloh va xalq xotira javob beramiz. Alloh taolo g'ofil bo'lmagan, dinida taqvodor bo'lgan, xolis bo'lgan insonlardan qilsin barchamizni. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh.